Onajon. Sizga mehmon olib keldim. Keling qizim, keling. Assalomu alaykum. Bolam charchamadingmi? O'qishlaring yaxshimi? Yo, onajon charchamayapman. Boringizga shukur. Mana buni yevaling qizim. Qorningiz ham och qolgandi. Yo, rahmat. Qornim to'q, yemayman. Oling qizim, ularning. Olsangchi juda ham shirin. Yemayman dedim-ku sizga. Bering onajon, men juda ham qornim och. Bu qiz kim? Sanishtirmadingmi? Bu qiz sizga har doim maktubdimi? Bo'lajak keliningiz onajon. Nima? Nimalar deb tashlayapsiz? Qanaqa kelin? Siz yuring-da, siz bilan gaplashib olmasak bo'lmaydi. Onam azga hozir hammasini tushuntirib beraman, xo'p? Xo'p, bolam. Siz esiz joydami? Nimalar deb tashladingiz? Qanaqa kelin? Sizga turmushga chiqqanimdan keyin men ham onangizga o'xshab ko'chada kulcha sotib o'tiramanmi? Xayr, boshqa ko'rishmaymiz. Kelin qani bolam? Adashibman ona. Bolam. Qo'y, ko'nglingga olma. O'zim ham senga zo'r qiz topgan. Boringizga shukur ona. Faqat o'zingizga o'xshaganman. Balda kelishdik. Sevganimni sizdan ham afzal